Bundan foydalanmasanglar bo'lmaydi. Bunaqa narxga svarishni apparat ko'rmagansizlar. 4 plus elektrod yoqib beradi. Number 1 brendida 2 xil svarka apparatimizni sizlar uchun chegirmaga qo'yganmiz. Qaranglar. 260 Pro IGBT protsessor. Necha elektrodgacha ishlatishinglarni ko'rsatib berib turadi. 200 tali modelimiz bor. Bu ham xuddi shunaqa IGBT protsessor bo'ladi. Necha elektrodgacha ishlatishlarni regulirovka qilib ko'rsanglar bo'ladi. Tok pasaytirgan sari elektrod pasayadi. Ko'targaninglar sari ko'tariladi. Hozir sizlar bilan 3,5 tali elektrodni ishlatib ko'ramiz. Qani ketdi. Qaranglar, 3,5 tali elektrod. Mana ko'ryapsizlarmi akalar, qanaqa ishlaganini? Sizlar bilan hozir bitta shopini ko'ramiz, ungacha narxini aytaman, qaranglar. 260 Pro modeldagi svarishni apparatimizni o'zi narxi $80 bo'lgan. Hozir $55 ga olishinglar mumkin. 200 Pro svarishni apparatimizni $75 bo'lgan, hozir $50 ga olishinglar mumkin. Narxi zo'rmi akalar? Perchetga bitta etib olib beramiz, ichini qaranglar. Ushlasanglar ham hech narsa bo'lmaydi deb buni, qo'linglarni kuydirmaydi mana. Mana. Hech narsa bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? Tolson brendidan xuddi shunaqangi svarishni perchatkalarimiz ham kelgan. Hozir mana buni ko'ramiz. Mana buni qaranglar. 3,5 tali elektrod kuydirib o'rganni ko'ryapsizlarmi? Tekshirsa ham bo'ladi deb bemalol. Narxi $55, narxi $50. Bu aksiyadan foydalanib qolinglar. Bunaqa narxga, bunaqa kачествоda svarishni apparat topolmasanglar kerak menimcha. Agar shu svarishni apparatni bittasini yutib olmoqchi bo'lsanglar, shu videoni kommentariyasiga kirib, svarishni apparat deb yozib qo'yamiz. 3 kundan keyin sizlar bilan g'olibni aniqlaymiz.